Kinder School xususiy maktabida 1-sinfdan boshlab 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz uchun qabullarimiz boshlandi. Undan oldin siz bizni aprel oyigacha bo'lgan natijalarimiz bilan tanishing. 4-sinf o'quvchisiman. Men ko'plab olimpiadalarda ishtirok etib, deyarli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, telefon, velosiped va muzlatgich va boshqa sovrinlarni qo'lga kiritganman. Ben Kinder School o'quvchisiman. Namangan olimpiadasida birinchi o'rinni oldim va televizor yutib oldim. O'quvchiman. Registon olimpiadasida birinchi o'rinni oldim va 1 million so'm yutib oldim. 5-sinf o'quvchisiman. Qo'qon shahridagi bo'lib o'tgan Kinder School olimpiadasida matematika fanidan birinchi o'rinni olib, 1 million so'm mukofotiga ega bo'ldim. Namangan shahridagi ingliz tili va matematika olimpiadasida ikkinchi o'rinni olib, velosiped yutib oldim. 5-sinf o'quvchisiman. Qo'qonda bo'lib o'tgan ingliz tili va matematika olimpiadasidan birinchi o'rinni oldim va 1 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldim. Olimpiadasida 100% natija bilan birinchi o'rin bo'ldim va oltin medalga ega bo'ldim. Men Qo'qon shahridagi biologiya olimpiadasidan ikkinchi o'rinni olib, 700 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ldim. Men Registon olimpiadasida birinchi o'rinni egallab, 850 ming vaucherga ega bo'ldim. Qo'qon shahar matematika olimpiadasida birinchi o'rinni olib, televizor yutib olganman. Men Xatina xususiy maktabida bo'lib o'tgan olimpiadada 3-o'rinni egalladim va televizor mukofotiga ega bo'ldim. Qo'qon shahridagi Registon olimpiadasi va Qo'qon shahridagi biologiya olimpiadasida birinchi o'rinni olib, 1 million 700 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ldim. Registon biologiya olimpiadasida 7-sinflar bo'yicha birinchi o'rinni oldim. Sardor 6-sinf o'quvchisiman. Registonda biologiya olimpiadasidan 3-o'rinni oldim. O'quvchiman. Namangandagi matematika va ingliz tili olimpiadasidan 4-o'rinni olib, samokat yutib oldim. 5-sinfman. Namangandagi matematika va ingliz tili olimpiadasida 3-o'rinni olib, planshet yutib oldim. Men Farg'onadagi matematika va ingliz tili olimpiadasidan 3-o'rinni oldim va 300 ming so'm yutib oldim. Men Turon va Registon olimpiadalarida 3-o'rinni egallab, 500 ming so'm va dazmol egasi bo'ldim. Intelligidagi olimpiadada qatnashib 2-o'rinni oldim hamda Atlantdagi olimpiadada qatnashib 3-o'rinni oldim va jam bo'lib 500 ming so'm yutib oldim. Qo'qon shahridagi matematika olimpiadasidan 3-o'rinni olib, Android telefon yutib olganman. Qo'qon shahar matematika olimpiadasida 3-o'rinni egallab, 500 ming so'mlik vaucher yutib olganman.